Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Men doktor Akbarshoh, urolog andrologman va bugun sizlar bilan erkaklar uchun juda ham nozik mavzu bo'lgan, hattoki bu so'zni ma'nosini ham bilmaydi yoki shu muammoni ma'nosi yoki tibbiyotda qanday deb atalishligini qandayligini bilmaydigan libidoni pasayishi, ya'ni xohishni, ayol kishiga bo'lgan ishtiyoqni, umuman jinsiy aloqaga bo'lgan ishtiyoqni ta'minlovchi libidoni pasayishi haqida gaplashamiz. Hozirgi kunda bizning Instagramimizgami, YouTube'imizgami yoki Telegramimizgami erkak kishilar orasida libidoni pasayishi haqida juda ko'p murojaatlar bor. Misol uchun, aloqa yaxshi edi, oxirgi vaqtda bitta aloqadan keyin ikkinchisi bo'lmayapti. Oxirgi vaqtda aloqaga bo'lgan ishtiyoqim yo'q. Ba'zi birlar aytadiki, so'rasangiz haftada 3-4 marta qo'shilaman deydi, lekin baribir xohish yo'q, yaxshi emas. Qanaqadir shashtim tushib qolgan, jelaniya yo'qolib qolgan. Mana shu gap juda ko'p tarqaladi erkaklar orasida va aloqani xohlash bo'lgan ishtiyoq yo'qligi, aloqani o'zida yana muammolar bor. Bu tez bo'shanish deysizmi, odatni kuch pasayishi deysizmi? Umuman aloqaga bo'lgan ishtiyoqni pasayishi va uni ostida nimalar kelib chiqishini, bu libidoni pasayishiga nima sabab bo'lishi haqida ochiq-oydin, xuddi o'rtoqdek, aka-ukadek gaplashib, hozir shuni ochiq ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi mavzu bu testosteronning pasayishi. Nima uchun o'zi shunday bo'ladi? Ya'ni nima uchun libido pasayadi? Nima uchun oldin to'ydan keyin jinsiy hayoti boshlangan erkaklarda aloqa juda ko'p, aloqa soni baland, aloqaga ishtiyoq baland, ereksiya ham muammo yo'q, lekin vaqt o'tishi bilan sekin-sekin borgan sari shashti tushib ketgan, aloqa ikkinchi tomon xohlamasa, yopishmasa qilmasligi, aloqaga bo'lgan ishtiyoqni yo'qligi va shuni o'zi tagida nimadir yotadimi? Nima bu kasallikmi yoki bu charchoqmi? Umuman shuni birinchi muammolardan, sabablardan bittasi bu testosteron. Testosteronni qo'pol qilib aytganda, bu erkak qiladigan, erkakni haqiqiy shashtini ta'minlab turadigan gormonlarning orasidagi eng katta qirol gormon hisoblanadi. Ya'ni eng shohi bu. Va bu gormon yetishmasa, shashti yo'qolib qolishi ehtimoli juda ham baland. Ya'ni testosteron organizmda ishlab chiqariladi. Testosteron sizning moyagingizda, erkaklarning moyaklarida, ya'ni shu ko'chada aytgan tuxumlarida ishlab chiqariladi. Va ishlab chiqarilishi jinsiy voyaga yeta boshlagandan oldin ham ishlab chiqariladi. Buni belgisi sifatida masalan 5-6 yoshli bolada ko'rgan bo'lsangiz, sunnat bo'lmagan bo'lsa yoki sunnat bo'lgan bo'lsa ham jinsiy olatni qo'zg'ab ketishi, turib ketishi holatini ko'rasiz. Bu sekin-sekin 18 yoshga yetganda jinsiy voyaga yetadi. Bu gormonlar juda baland ishlab chiqarila boshlaydi, ko'p miqdorda. Jinsiy belgilar, ikkilamchi jinsiy belgilar, mo'ylovlarning chiqishi, ovozning dag'allashishi, mushaklarning baquvvatligi, jinsiy aloqa emas, jinsiy jismoniy harakatga bo'lgan ishtiyoqning kuchliligi, hamma narsani ko'tarib tashlayman, og'ir yuklarni ko'tarishga ishtiyoq kuchli bo'lib ketgan erkak kishida shu kuchni ta'minlaydigan, energiyani ta'minlaydigan, umuman uni motivatsiyasini ta'minlaydigan testosteron gormoni uni moyaklarida ishlab chiqarila boshlaydi. Lekin jinsiy hayoti boshlangan, uylangan erkak kishida bu ham zo'r bo'ladi. Lekin vaqt o'tishi bilan shu moyaklarni qon aylanishini buzilishini, moyaklarni qo'pol qilganda kichkina shay boshlashi hisobiga ular ishlab chiqaradigan testosteron gormoni, siz o'sha biladigan testosteron gormoni erkinimi yoki bu bog'langanimi sekin pasaya boshlaydi va bu gipoandrogenemiya deyiladi. Moyaklarning kichkinashishi esa gipoplaziya deb ataladi. Va bu narsa sekin-asta erkak kishida haftada 2-3 marta aloqa bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin erkak kishi buni bilmaydi ham testosteronni pasayayotganini, moyaklari kichiklashayotganini. Qachonki buni tekshirib, aniqlab, ochiq qoringa svobodniy testosteronni, erkin testosteron yoki bog'langan testosteronni va uzviy qilib moyaklarni o'lchamini tekshirgandan keyin bilish mumkin. Ungacha uni bezovta qilmasligi mumkin. Faqatgina shashti pastroqdek his qilishi mumkin. Demak, o'sha testosteronning pastligi bu hech narsa emas, u o'zi sekin yoshim katta bo'lib qoldi yoki oxirgi vaqtda charchoqman, shuning uchun pasaygandir deb uni tashlab qo'yish kerak emas. Albatta, uni ko'tarish uchun harakat qilish uchun qatlamdir internetdanmi yoki boshqa joydanmi, bozordanmi yoki tanishidanmi dorilarni bilib yoki aptekaga kirib o'sha provizordan dori so'rash kerak emas. Eng to'g'ri yo'l birinchi navbatda mutaxassisga, ya'ni urolog andrologga borib, menda mana shunaqa shikoyat bo'lyapti. Agar shikoyat bo'lsa-da, anaqa negadir xohishim pasayib qoldi, negadir oxirgi vaqtda vaznim ortib ketyapti, negadir ertalabki ereksiyalar umuman yo'qolib qoldi yoki shikoyat yo'q. Prosta siz tekshirtirmoqchisiz o'z sog'lig'ingiz uchun. Ko'rdingiz kimdadir muammo bo'ldi, qaysidir tanishingizda muammo bo'ldi, nimagadir tanishingizda masalan uylandi, farzandi bo'lmayapti yoki negadir jinsiy aloqadagi muammo hisobiga ayoli bilan ajrashmoqchi yoki yasholmayapti, boshqa alohida yashayapti. Shu narsani eshitdingizda, sizga turtki bo'ldi, siz keldingiz urolog andrologga va tekshirtirdingiz. Tekshirtirganingizda u o'zi siz bilan suhbatlashadi, gaplashadi, keyin tekshirtiradi, o'sha analizlarni. O'zingizdan o'zingiz shu menda testosteron pastdir, men shuning uchun libidan tushib ketgandir va shuning uchun men dorilarni ichishim kerak yoki men vitaminlar ichishim kerak degan narsaga o'rganmang, birinchi tekshiring. Chunki dorini qachondir ichayotganingizda xayolingizdan o'tadi. O'zi nimaga ichaman bu dorini? O'zi ta'sir qilarmikin, testosteron ko'tarilganmikin yoki 1 oy ichdingiz, 3 oy ichdingizda, lekin o'sha energiyangiz yo'q, xohishingiz past,
negadir motivatsiyasi o'lib qolgan, ertalab turib ishga borgingiz ham kelmaydi, faqat uyquga torturadi, negadir vazningizni kamaytiraman deb to'g'ri ovqatlanasiz, lekin kamaymabdi, vazningiz o'sha yoki oshganda. Shuning uchun hayolingizga shu fikr keladi, nimaga ichmayman desa, tap etib tashlab bo'ldi ichmay qo'yasiz. Yaxshisi, bordingiz mutaxassisga tekshirdi, ko'rdingiz, testosteron norma bo'lsa, ko'nglingiz xotirjam. Lekin shu normani ushlab turish uchun sizga mana bu vitaminlarni, testosteron ushlab turadigan vitaminlar haqida gaplashganmiz. O'sha vitaminlarni ichib turing deb aytish mumkin. Bu o'sha eslatib o'taman, sink, omega, bu magniy, bu vitamin D. Hop, yana bir narsa bor, bu ikkinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda turadigan narsa bu stress. Erkaklarning orasida stressi yo'q erkak kishini o'zi bo'lmasa kerak. Lekin stressni regulirovka qilib, stressli vaziyatdan qochadigan, stress vaziyat tushmaslik uchun nimadirlar ichib yuradigan erkaklar juda kam. Stress va bu stress bilan birga yashab qolish belgisi. Stress bizga bu dunyoga kelganimizdan boshlab tirik qolish, qorin to'g'zish, och qolmaslik, qandaydir xavfdan qutulib qolish maqsadida bizga berilgan bu talant desam yoki bizga berilgan bu refleks desa ham bo'ladi. Bu narsani yo'qotish, umuman yo'q qilib yuborish iloji yo'q, bu sizga kerak. Stress hisobiga siz tirik qolasiz, qorningiz to'yadi, uxlab olasiz, charchoqdan qutulasiz va bu hisobiga sizda boshqa reaksiya ham ketadi. Stress hisobiga minus tomoni, plus tomonni aytdim sizga, lekin minus tomoni ham bo'ladi. Bu degani stress fonida erkak kishida jinsiy aloqani bo'lishini, jinsiy aloqani yaxshi bo'lishini, jinsiy aloqaga bo'lgan xohishni, hattoki ereksiyani yaxshi bo'lishini ta'minlaydigan moddalarni pasaytiradigan modda ishlab chiqariladi tanangizda. Qattiq stressga tushgan insonda tanada kortizol gormoni ko'tariladi. Tanada prolaktin gormoni ko'tariladi. Oddiy uyquni bir hafta davomida soat 2-3 ta uxlang, bo'ldi, sizda prolaktin gormoni ko'tarilgani uchun xohish yo'qolib qoladi, libido tushib ketadi. Kortizol gormoni, tasavvur qiling, Xudo saqlasin, hech kim boshiga tushmasin, bu mashinada kimdir urib olmoqchi bo'ldingiz yoki urib oldingiz deb odam endi больницada yotibdi. Doktorlar hali bilishmaydi holati qanaqa bo'lishini. Siz qattiq stressdasiz va bu stress gormoni hisobiga sizda stress hisobiga vaziyat shunaqa bo'ldiki, stress hisobiga sizda kortizol gormoni buyrak usti bezdan ishlab chiqarildi. Kortizol gormoni baland bo'lib ketdi va buni hisobiga sizda yeyish ichishingiz ham yeyotganingiz sizga tushmayapti. Uyqu yaxshi emas. Yana bu yerda ayolingiz yopishib sizga davay aloqa qilaylik degandek, sog'indim degandek yopishsa, umuman ereksiya yo'q, ya'ni olatni turishi yo'q, xohish yo'q, aloqaga bo'lgan ishtiyoq yo'q. Xuddi shu vaziyat Ikkinchi jahon urushida ham ayollarda jinsiy xohishni pasayishdan tashqari menstruatsiyani to'xtatib qo'ygan. Erkaklarda bo'lsa ko'payish instinkti yoki aloqaga bo'lgan instinkt yo'qolib qolgan. Chunki bu urush davrida qo'rquv, stress, himoya qilish, ko'proq tirik qolish maqsadida shu narsalar sekin so'na boshlagan. Hozir ham mana dunyoda urush ketmoqda. O'sha urush bo'layotgan davlatni o'zidagi aholida ko'payishga bo'lgan ishtiyoq bor deb o'ylaysizmi? Yo'q, aksincha. Ular tirik qolish uchun ko'proq harakat qiladi. Och qolmaslikka, tirik qolishga, yashab qolishga harakat qiladi. Keyin tinchlik kelib, bemalol o'tirib, ertalab turib, hamma yoq tinchlik, hech kimni o'ldirayotgani yo'q. Shunaqa vaqtda keyin unda stress gormoni pasaygani uchun endi ko'payish instinkti ishlay boshlaydi, ya'ni aloqaga bo'lgan ishtiyoq, aloqa qilgisi kela boshlaydi. Ya'ni buni sodda qilib aytganda, miyangiz o'zingizga to'xta, hozir lazzat kerak emas, hozir senga lazzat muhim emas, senga hozir ko'payish kerak emas, hozir bola qilish instinkti bizga kerak emas. Sen o'zingdan ozod qoldirishing shart emas. Hozir sen o'zingni himoya qilib ol, ya'ni yashab qol, tirik qol, och qolma, to'yib uxlab ol, o'zingni joningni saqlab qol degan instinktda insonni shunaqa bloklab qo'yadi stress. Mana shu stress fonida erkak kishi qanday yo'l topadi? Stress qilganda erkak kishi kimdir masalan uchun osonroq shu spirtli ichimliklar ichib qoladi. Kimdir psixotropniy dorilarga o'xshab ta'sir qiladigan masalan uchun narkotik preparatlarni iste'mol qiladi yoki chakadi yoki hidlaydi va o'zini stressini siymas qilishga harakat qiladi, yo'qotishga harakat qiladi. Dorilar ham oilada munosabatni to'g'rilashi yoki oilada munosabatni buzishi mumkin va libidani ham yo'qotishga, umuman yo'q bo'lib qolishiga yoki libidani yaxshilashga ta'sir qilishi mumkin. Hamma dorilar emas, o'zini dorilari bor, o'zini. Mana stress dedik, stress fonida stressni yo'qotish uchun psixologlar, psixiatrlar antistress dorilarni, antidepressant dorilarni iste'mol qilishni tavsiya berishadi. Faqatgina tekshiruv, suhbat yoki o'sha aniq diagnoz qo'yilgandan keyin o'zingizdan o'zingiz antidepressantlarni man stressdaman, men tushkunlikka tushib qoldim, menda depressiya deb o'zidan o'zi ichishingiz noto'g'ri, chunki bu dorilarning o'ziga yarasha bir varro pobochnilari, ya'ni nojo'ya ta'sirlari organizmingizga yozib qo'yilgan, o'qisin, ko'rsin deb.
depressiyaga tushib qolgan, stressdan keyin depressiya etapiga kelib qolgan inson albatta depressiyadan chiqishni o'zi xohlamaydi. Atrofdagilar depressiyadan chiqish uchun unga tavsiya berish mumkin. Mana ichib ko'rgin, buni ichib ko'rgin deb. Antidepressantlar ham jinsiy aloqadagi muammolarni ba'zi birlarini hal qilish uchun beriladi bizning sohada. Lekin uni mustaqil ravishda libidoni yaxshilash uchun, depressiyadan chiqarish uchun, libidoni yaxshilash uchun ichaman desangiz noto'g'ri. U aksincha ta'sir qiladi, libidoni pasaytiradi, jinsiy holatni kuchini, ya'ni ereksiyani yo'qotadi va sekin asta antidepressantlar erektil disfunksiyaga, ya'ni jinsiy zaiflikka olib keladi. O'zi shundoq ham libido pasayapti, jinsiy zaiflik ham mana sanga patarkada chiqib keladi shu dorini uzoq vaqt qabul qilganda. Bitta-ikkita ichsangiz o'zidan o'zi paydo bo'lib qolmaydi, sekin-sekin rivojlana boshlaydi. Chunki uni dozasi miyangizdagi ereksiyani kelib chiqishini, libidoni paydo bo'lishini ta'minlaydigan miyamizda kechadigan kimyoviy reaksiyalarni so'ndirgani hisobiga sizda ereksiya yoki libido yo'qolib pasayib qoladi. Antidepressantlardan tashqari yana bir dori bor. Bu kardiologlar yaxshi ko'rib beradigan dori, bu qon bosimingizni normallashtiradigan dorilar. Ularning ichida captopril, enalapril yoki bisoprolol degan tarkibli dorilar sizni jinsiy holatingizga boradigan qonlarning miqdorini kamaytirib, yuragingizga ko'proq kelishini ta'minlash maqsadida, qon bosimini tushirish maqsadida tomirlarning tonusini pasaytirib qo'yadi. Shuni hisobiga odatga ham yaxshi qon bormasdan, jinsiy holat atrofidagi a'zolarda ham qon aylanishi buzilgani uchun xohish yo'qolib qoladi, ereksiya ham past bo'ladi. Bu dorilar fonida. Lekin umuman bu dorilarni, antidepressantlarni nima uchun erkak kishi o'zi ichadi? O'zi ichishi shartmi? Albatta, buni mutaxassis yozib bergan bo'lsa, ya'ni psixiatr masalan antidepressant iching, nevropatolog antidepressant iching deb bergan bo'lsa, bu mas'uliyatni bo'yniga olib, ya'ni sizda bo'lishi mumkin bo'lgan nojo'yatadan tushuntirib, mas'uliyatni bo'yniga olib, keyin sizga shuni tavsiya beradi. Va siz buni ichganingizda, ichishingizdan maqsad siz depressiyadan chiqib ketib zo'r bo'lib ketish emas. Bu sizni oilani saqlab qolish uchun, ya'ni er-xotin munosabati yaxshi bo'lmaganligini asosida sizni libidongiz pastligi, libido yaxshi emasligi, aloqa yaxshi emasligi, jinsiy holat kuch pastligi hisobiga siz aloqadan qochyapsiz, aloqa qilgingiz kelmayapti, chunki yaxshi qo'zg'almayapti sizda. Siz erkakligingizni isbotlab bera olmayapsiz aloqa vaqtida va aloqa bo'lmagandan keyin ayolingiz o'zidan o'zi o'ylaydilarki, yo yana bir inson oilaga aralashgan yoki ayolingiz sizga yoqmay qolgan, ya'ni men yoqmay qoldim erimga, meni ko'rinishim, meni gap so'zim yoki men qo'pol aytganda yaxshi aloqa bo'lmayotganligi uchun yoqmay qoldim degan ma'noda janjallar chiqa boshlaydi. Ya'ni er-xotin munosabati buziladi. Siz meni yaxshi ko'rmaysiz, siz meni xohlamayapsiz, men bilan aylangan chiqmaysiz degan bahonasida tegida jinsiy aloqani bo'lmayotganligi, yaxshi bo'lmayotganligi, yetarlicha bo'lmayotganligi, kerakli vaqtda bo'lmayotganligi yotadi va shuni hisobiga janjallar, to'polonlar, munosabatlar buzilishi, sammanga borishlar, o'rtada bola bo'lsa bola azob chekishi, oddiygina shu jinsiy aloqa vaqtining qisqaligi, ya'ni to'laqonlilik yetarli darajada ayol kishini qoniqishi uchun ta'sir qiladigan yetarli darajadagi vaqt bo'lmaganligi uchun ham ayollar to'polon qilib erini boshqa bahonalar asosida eri bilan munosabatni buzadi. Yuziga kamdan kam ayollar yuziga erining yuziga soladi. Siz tez bo'shanar ekansiz, siz tez bo'shanib qo'yapsiz, oldin unaqa emas dedingiz. Negadir kuch pasayib qoldi. Oldin boshqacha ishlardingiz, hozir shashtingiz past, hozir bittadan keyin so'lib o'chib qolyapsiz, bir minutga ham bormayapti degan gaplarni aytadigan ayollar juda kam. Lekin aytganda ham erkak kishi juda g'ururga tegib ketgani uchun, juda ham qattiq tushkunlikka tushib qolgani uchun yechimini topish uchun prosta yo spirtli ichimlik yoki psixotrop dorilar icha boshlaydi. Yoki umuman kastimini yelkasiga iladi deb chiqib ketadi ko'chaga. Qaytib kelmaydi. Shuning uchun mana shu munosabatni yaxshilash maqsadida, oilani saqlab qolish, ertaga xohishni yaxshilash maqsadida antidepressantlar beradi. Iching, lekin boshqa sabablar ham borligini hisobga oling deb mutaxassis, mana psixiatrga bordingiz, lekin andrologga ham boring, chunki jinsiy aloqadagi muammoni siz hisobga olmayotgan bo'lishingiz mumkin. Uni oddiygina shu urushgan uchun yaxshi qo'zg'almayapti yoki xohishim pasayib qoldi deb o'ylamang. Shuncha narsalarni mana gaplashdik siz bilan, psixotropniy dorilar, antidepressantlar demoqchiman. Stresslar, testosteronni qanchalik erkak kishiga muhimligi, uni nimalar yetishmasa nimalar berishini yo'qolib qolishi, u yetishmasa nima kelib chiqishini gaplashdik. Xo'p, shu narsalarni shu ko'rib chiqqan narsalarimizni qanaqadir yechim bormi o'zi? Nimadir qilish kerakmi yoki shuni tashlab qo'yish kerakmi? Nima qilish kerak? Nima deb o'ylaysiz desa, albatta yechim bor. Bemorga doimo biz tushkunlikka tushmasligi uchun va qanaqadir o'zida tuzalishga bo'lgan uchqun paydo bo'lishi uchun biz albatta aytamiz bor. Chunki yechimi bor albatta. Hozir meditsina bir 20-30 yil oldinga o'tib ketgan va hamma narsaning yechimi bor. Yechimi yo'q narsaning o'zi qolmadi. Nima qilish kerak desangiz, birinchi navbatda qilinadigan narsa siz mutaxassis toping. Yaxshi bitta urolog androlog toping va uni qabuliga borib suhbatlashingda kerakli analizlarni ro'yxatini bilib olingda, ochiq qoringa o'zingizga yaqin bo'lgan klinikadami, o'sha urolog ishlagan androlog ishlagan klinikadan ochiq qoringa, ya'ni 9 dan 11 gacha bo'lgan vaqtda testosteronni umumiysi va bog'langaniga qon topshiring. Prolaktin ham qo'shib oling, zarar qilmaydi.
Va testosteron topshirganingizda endi eski birlikda nanomol millilitr deb o'lchanadi ko'p joylarda. 12 nanomol millilitrdan pasayganini ko'rsangiz bo'ldi. Demak, mutaxassis bilan maslahatlashib buni to'g'rilashga harakat qilishingiz kerak. Birinchi sababini topishingiz kerak, demak tushdi, keyin uni ko'tarishga harakat qilishingiz kerak. Sababini yechim qilib bo'lgandan keyin. Agar undan past bo'lmasa, lekin sizda libido past bo'layotgan bo'lsa, demak boshqa sabablar bo'ladi. Bu uyqu, bu ortiqcha vazn, bu sizda yeyotgan, ichayotgan mahsulotlarning ichida testosteronni ishlashini, sizni energiyangizni ta'minlaydigan moddalar yetishmayotganligi. Unda shularni to'g'rilash kerak bo'ladi. Ortiqcha vazn ozish kerak. Ozishning eng to'g'ri yo'li bu yeyish, ichishni to'xtatish. To'g'ri ovqatlaning, oqsil bilan kletchatka tushsin, uglevodlarni maksimal darajada kamaytirib tashlang, vazningiz kamayayotganini his qilasiz. Sport. Trenajyorniga chiqib tosh ko'taring demayman. Yuring, yarim soat piyoda yuring. Tez yursangiz ham bo'ladi, sekin yursangiz ham bo'ladi. Yuguring demayman даже. Va uyqu. Soat 10 bo'lmasdan uxlang, bo'ldi, muammo bo'lmaydi direksiyada. Xohishda ham. Agar zararli odatingiz mana non, sigaret, velo chakish, ayks chakish yoki qanaqadir energiya yoki spirtli ichimliklar mayli ichmaysiz-ku, shularni просто yo'qotib oling. Sizga nima kerak, buni nima uchun chaqayotganingizni o'zi o'ylab ko'ring, nima uchun kerak sizga. Faqat cho'ntagingizga zarar qiladi, sog'lig'ingizga zarar qiladi. Birovga shu chiroyli ko'rinishingiz mumkin chaqayotganingiz, lekin farzandlaringizni o'ylang. Oilada farzandlaringiz bo'lsa, siz nafas olib chiqarasiz shu narsani. Bolalaringizga ta'sir qiladi. Ularda bronxial astma rivojlanishini keltirib chiqaradi bu sigaret hidi. Endi qanaqa tibbiy yordam berish mumkin desangiz, agar testosteroningiz past bo'lsa, androlog sabablarini topdi, lekin yechimini qila olmadi. Uni to'g'rilash uchun testosteron boosterlari, ya'ni ko'tarib beradigan, mo'shning darajada ko'tarib beradigan maxsus testosteron boosterlar, maxsus o'rnini bosuvchi gormonal terapiyalar amalga oshiriladi. Aziz kuzatuvchilar, agar sizda yuqorida aytayotgan simptomlar, belgilar yoki sizdagi muammolarni sezayotgan bo'lsangiz belgilarni tushkunlikka tushmang. Albatta bitta yaxshi mutaxassis topib uchrashing. Har bir muammoni yechimini topishdan oldin albatta birinchi qilinadigan narsa suhbat. Suhbatda ma'lum bo'ladi, kimga dori kerak, kimga operatsiya kerak, kimga ruhiy yordam kerak, psixologik yordam kerak. Kimgadir faqatgina suhbatda o'zi ham yordam bera boshlaydi. Do'stlar, sizlarga bitta narsani aytaman, hamma muammoni yechimi bor, yana bir bor takrorlayman. Sizni jinsiy hayotdagi bo'ladigan sizni aktivligingiz, faolligingiz, aloqada o'zingizni ko'rsata bilishingiz, aloqada siz yetarli darajada o'zingizni ko'rsata bilishingiz, bu sizni keyingi munosabatlaringizni, ya'ni ayolingiz bilan keyingi munosabatlarni, oilaviy mustahkamlikni va farzandlaringiz oldida er-xotin munosabatini yaxshi ko'rsatib berish va er-xotin munosabatini yaxshi bo'lishiga olib keladi. Agar shu narsa bo'lmadi deb hisoblaylik, ya'ni o'sha boya yuqorida aytgandek, yaxshi aloqa bo'lmayapti, yaxshi munosabat yaxshi emas, munosabat yaxshi bo'lmasa, farzandlar yetim bo'lishgacha boradi. Sizlarga videoning yakunida bir savol bermoqchiman va bu savol erkaklarga qaratilgan. Hurmatli akalar, sizni fikringizcha nima deb o'ylaysiz? Jinsiy xohishni, libidoni pasayishini asosiy sababi nima deb o'ylaysiz? Jumladan sizni hayotingizda balki agar uchratilayotgan bo'lsa, bu ortiqcha vaznmi, bu sizni uyqungiz yaxshi emasmi yoki sizdagi ishlatayotgan gadjetlarmi? Men uchun juda qiziq, shuning uchun kommentariyada fikringizni qoldiring. Sizda bo'lgan vaziyatni, siz qaysi mutaxassisga borib qanday vaziyatni yechim qilganingiz haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring. Menga bu juda qiziq. Bunga o'xshagan videolarni o'tkazib yubormaslik uchun podpisatsiya qilib qo'ying, qo'ng'iroqchani bosib qo'ying. Bu videoni boshqa insonlar ham ko'rsin. Shuni bilingki, hurmatli erkaklar, erkak kishini haqiqiy quvvatini belgilagan narsa uni tanasining sog'lomligi. Keyingi videoda ko'rishguncha